bo'lishni saylangan deputatlar, shahar hokimi rahbarlari ishtirok etmoqdalar. Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining bugungi sessiyasida 19 nafar deputatdan 13 nafar ishtirok etmoqda. Sessiyani ochish uchun kvorum yetarli. 7-taraf Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining 24-sessiyasini ochish to'g'risida kimlar qanday takliflar bor? Rahmat, oshirish degan takliflar tushmoqda. Ushbu taklifni olib yuborman. Rozilar? Rahmat, betaraflar? Yo'q, qarshilar yo'q. Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining 24-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi sizlar bilan sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibiga 5-6 nafar saylov okrugida saylangan deputat Norbek Jaloliddinov nomini taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Betaraflar? Yo'q. Qarshilar yo'q. Deputat Norbek Jaloliddinov sessiya kotibi etib tasdiqlandi. Marhamat qilib joyingizni egallashni so'rayman. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugun 7-taraf Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining 24-sessiyasi kunlarini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga quyidagi masala kiritilgan. Yangiyo'l shahar mahalliy byudjetining 26-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq manbalar hisobidan mablag' ajratish to'g'risida Yangiyo'l shahar bo'yicha 2026-yilda alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlari realizatsiya uchun yig'imlarni cheklangan stavkalarni oshirish to'g'risida Toshkent viloyati suv ta'minoti aksionerlik jamiyati Yangiyo'l shahar filiali tomonidan 25-yil kuz mavsumining yakunlanishi, 26-yil belgilangan dasturiy rejalar va hisobot shaxslarning to'lovlari to'g'risida hisobot. Hurmatli deputatlar, kun tartibi yuzasidan takliflar bormi? Takliflar bo'lmasa, kun tartibi masala tasdiqlansin. Deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Betaraflar? Yo'q. Qarshilar? Yo'q. Kun tartibi bir ovozdan tasdiqlandi. Sessiya ishlarini joyiga olishimiz kerak.
asosiy ma'ruza uchun 10-15 daqiqa, savol takliflar uchun 5 daqiqagacha, sessiya ishini 1 soatga yaqinlashishni tavsiya etaman. Kun tartibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa ishlar tasdiqlangan deputatlar qo'l ko'tarib olib berishini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Betaraflar yo'q, qarshilar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibining birinchi masalani ko'rib chiqib o'tamiz. Yangiyo'l mahalliy byudjetining 26-yil boshiga shakllangan erkin qonun manbalari hisobidan mablag'lashish to'g'risida Yangiyo'l shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Mirzalar Shuhrat Batayevga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Kun tartibidagi masala bo'yicha qisqacha axborot bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Kengashining 26-12 martdagi 325 sonli qaror tasdiqlangan. Ushbu qarorda qo'shimcha mahalliy byudjetning qo'shimcha shakllangan mablag'lari hududiy tuman shahar kengashlari o'sha tegishli qarorlar bilan tasdiqlangan holda sarflanishi belgilab qo'yilgan. Yuqoridagiga asosan erkin qonun boshiga shakllangan erkin qonun mablag'laridan qonun mablag'lari hisobidan jami 159 million mablag' 3 ta taklifimiz bor, yo'naltirish belgilangan. Shulardan birinchisi Yangiyo'l shahar obodonlashtirish boshqarmasiga 105 million mavjud avtoturargohlarni elektron tizimli moslamalar o'rnatish, transport vositalarining kirish chiqishlarini nazorat qiluvchi avtomatik tizim hamda yo'l belgilari shunga o'xshash ishlarni bajarish uchun 105 million so'm ajratilishi taklifi berilyapti. Ikkinchisi Yangiyo'l shahar maktab va ta'lim bo'limiga 24 million ajratilishi, 24 million ikkinchi va 6-sinf ta'lim maktablarida xabaringiz bor, chet eldan kelgan o'qituvchilar faoliyat yuritib kelmoqda. 2 nafari ularning ijara to'lovlarini to'lash uchun 24 million ajratilishi. Bundan tashqari shahar hokimligining 2018-yildan 18-19 yillar uchun mavjud hujjatlarni belgilangan hisob-kitoblar asosida arxiv xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirish uchun mablag'lar ajratilishi so'ralyapti. Ushbu mablag'larni kengash qarori bilan tasdiq berishidan so'rayman. Rahmat. Shunga ko'chirma mas'ul masala doimiy komissiya ko'rilgan, shu hududli bitta masala bo'ldi, o'tkazib qancha qo'shimcha mablag' kutilyapti, 105 million ajratilgan. Taxminiy hisob-kitoblarda obodonlashtirish boshqarmasiga 105 million ajratilish oqibatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 387 qarori tasdiqlangan. Ushbu qarorga asosan ushbu avtoturargohlar ishga tushib joriy bo'lsa, obodonlashtirish boshqarmasini byudjetdan tashqari hisob raqamlariga bir oyda o'rtacha 100-120 million mablag' kelib tushadi. Bu birinchi navbatda shu obodonlashtirish qaroridan kelib chiqib, obodonlashtirish boshqarmasi ishchi xodimlarini o'sha 200 baravargacha qo'shimcha ish haqi bilan ta'minlashga olib keladi. Bundan tashqari obodonlashtirish boshqarmasini boshqa xarajatlarni moliyalash imkonini beradi. Rahmat. Savolim bor. O'tgan safargi ichki tom ko'chalarni hozir bu nimani hisobiga nimada bo'ldi? Qoldirilib bo'lyapti. Ichki tom ko'chalar qarorga kiritizilgan asfaltlash bo'yicha hali bajarilmaganda noyabrda chiqqan qaror bo'yicha Amirtagi Navro'z mahallasiga tor ko'cha asfaltlanmagan, lekin yana qoldiq hisoblanmoqda. Ular bajarilmagan. O'tgan safar obodonlashtirish boshqarmasi o'sha Alsherga kelgan hisob-kitobda keltirib tasdiq bergan manzilli ro'yxat bo'yicha 665-sonli qarorga asosan deputatlar manzilli ro'yxatni tasdiqlab bergan. Bu mablag' alohida mablag'. Bu
bu mahalliy byudjetda 4 milliard rejalashtirilgan bu yilga shu mablag'lar hisobidan etap obodonlashtirish boshqarmasi ichki ko'chalarni asfaltini amalga oshiradi. Hozirgi bu ma'lum bo'lgan 159 million so'm bundan oldingi sessiyamizda 2,142 million yil boshiga erkin qolib shakllangan o'shanisini tasdiqlab bergansizlar. Shu 2,142 dan 159 million so'm qoldiq mablag' qolgan, ishlatilmagan bo'sh turgan. Shu dastlabki qilingan hisob-kitobga asosan qo'shimcha mablag' ajratish zarurligi tufayli shu mablag'ni ajratish taklifini beryapmiz. Bu boshqa narsa. Boshqa mablag' bajariladi. Chunki manzilli ro'yxat tasdiqlab bergansizlar, mablag'si alohida uni, uni etap qiladi, to'g'risi uni bajarib mablag'lar muammo yo'q chiqadi. Bu yerga ham 4 milliard pul bor. Bu yerga 4 milliard mablag' hozir imzolash jarayonida shu o'tgan yilga qolib ketgan yo'llarimizni ham kirgizyapti. Alisherga keyingi sessiyaga sizlarga olib chiqadida, o'sha yerda yana boshqa tasdiqlayman. bu hisobot beradida, o'tgan yilga qolib ketgan ko'chalarni bu yil qilinishi bo'yicha. Murojaatlar to'xtamayapti, shuning uchun so'rab Bo'ladi. Rahmat sizga. Vazirlarga savol. Kundan bu yuzasidan bu masalalar bilan mana eshitdik. Endi yangi o'sha masalalar moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Nazarxon Baxtiyor hisobotiga asosan mahalliy byudjet Azg'in rivojlanish iqtisodiy sohada bo'yicha komissiya raisi Rahim Shuhratsunovga so'z beriladi. Assalomu alaykum. Sessiya ishtirokchilari. Yangiyo'l shahar mahalliy byudjeti 2026-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'larni hisobidan mablag' ajratish to'g'risida hisobotga asosan tayyorlangan kengash loyihasi haqida Yangiyo'l shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasi. Yangiyo'l shahar mahalliy byudjetining 2026-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lar hisobidan ajratish to'g'risidagi hisobotga 2026-yil 8-aprel kuni mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya majlisida tinglanib, batafsil muhokama qilindi. Hisobotda Yangiyo'l shahar mahalliy byudjetining 2026-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi hisobot berildi. Tinglangan axborotdan kelib chiqib, sohaga oid muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Bildirilgan fikr, mulohaza va takliflarni inobatga olgan holda kengash qaror loyihasini ishlab chiqib, 13-apreldan 23-aprelgacha xalq muhokamasiga kiritildi va kengash ko'rgazmasiga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2025-yil 28-yanvar son qarori va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqildi. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Axir hurmatli deputatlar, qaror loyihasiga tarqatilgan. Qo'shimcha fikr va mulohazalarni muhokamaga qo'yilgan. Qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Betaraflar yo'q, qarshilar yo'q. Qaror bir ovozdan qabul qilindi. Bundan keyin ikkinchi masala ko'rish o'tadi. Yangiyo'l shahar bo'yicha 2026-yil alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda uni yoqilish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarni cheklangan stavkalarni oshirish to'g'risida hisobot bo'yicha Yangiyo'l shahar soliq inspeksiyasi bo'lim boshlig'i Shamshiyev Sherzod Sultonovga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kengash raisi va a'zolari. 2026-yilda Yangiyo'l shahar
bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlar cheklangan stavkalarni oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining 2025-26 dekabrdagi mahalliy byudjetlar va byudjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirish, byudjet nizomini kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 387 qarorining ikkinchi qismi B bandida keltirilgan xalq deputatlari tuman shahar kengashlariga alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini 20%gacha oshirish vakolati berildi. Hamda mazkur yig'imlardan tushgan tushumlar to'liq miqdorda tuman byudjetlariga yo'naltiriladi, tuman shaharlarda. Unga muvofiq 2026 yil 1-yanvardan boshlab Yangiyo'l shahar hududida alkogol mahsulotlari realizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari 61 tani tashkil etadi. Tamaki mahsulotlari realizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari 11 tani tashkil etadi. Bu kun kelib 61 ta alkogol mahsulotlari bilan shug'ullanayotgan subyektlar tomonidan mahalliy byudjetga jami 18.300.000 so'm realizatsiya qilish huquqi uchun yig'im to'lab kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi 2025 yil 26 dekabrdagi mahalliy byudjetlar va byudjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirish, byudjet nizomini kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 387 qarorida stavkalar qo'llanilganda mahalliy byudjetga hamda byudjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirishga qo'shimcha 3.660.000 so'm foyda keltiradi. Tamaki mahsulotlari uchun esa jami subyektlar soni 11 ta bo'lib, mahalliy byudjetga jami 1.650.000 so'm realizatsiya qilish huquqi uchun yig'im to'lab kelinmoqda. Ushbu qaror talablaridan kelib chiqib turib, qo'shimcha 330.000 so'm foyda keltirishi ko'zda tutib o'tilgan. Hozir endi 2026 yil uchun stavkalarni hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, alkogol mahsulotlarini bunda pivo mustasno realizatsiya qilish huquqi uchun yig'ib O'zbekiston Respublikasi qonuniy 11.05 sonli qarorining 4-ilova asosida belgilangan stavka 300.000 so'm. Umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlari bundan mustasno realizatsiya qilish huquqi uchun yig'im 150.000 so'm tashkil qiladi. O'shanda 300.000 so'm, 360.000 so'mga 150.000 so'm, 180.000 so'mga oshiriladi. Ma'lumotlar, axborotim tugadi, so'z bersangiz. Bu yerda bir oyga adashmasam. Shunaqa. Bir oyga Endi qo'shimcha to'lov bo'ladi. Hamda mahalliy byudjetga ketkaziladi. Maksimal 20%gacha oshiroladi, o'sha maksimaliga qo'yiladi. Endi summasi katta bo'lmagani uchun endi konstitutsiya hisobiga ko'payadi. Hurmatli deputatlar, savollar. Bo'lmasa mana shu hisobot bo'yicha kengash qaror loyihasi haqida mahalliy byudjet tadbirlarini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha komissiya raisining o'rinbosari Sulton Xo'jayev rahmatga so'z beramiz. 2026 yilda Yangiyo'l shahar bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risidagi hisobotiga asosan tayyorlangan kengash qaror loyihasi haqida Yangiyo'l shahar kengashining mahalliy byudjet va tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasi. 2026 yilda Yangiyo'l shahar bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risidagi hisobotiga 2026 yil 13 mart kuni mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning majlisida tinglab batafsil muhokama qilindi. Hisobotda 2026 yilda Yangiyo'l shahar bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risida hisobot berildi. Tinglangan axborotdan kelib chiqib, sohaga oid muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Bildirilgan fikr mulohaza va takliflarni inobatga olgan holda
kengash qarori loyihasi ishlab chiqilib 15 kunga xalq muhokamasiga qo'yildi va shahar adliya bo'limining 2026 yil 24 aprel kunidagi normativ huquqiy hujjat loyihasini huquqiy ekspertizadan o'tkazish yuzasidan birinchi sonli xulosasi olindi va doimiy komissiyada ko'rib chiqilib, xulosa kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Kengashining 2025 yil 28 yanvardagi Kengash qarori 55-yil son qarori va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqildi va doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqqan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Doimiy komissiya raisi o'rinbosari Sultonova Gulchehra Akram. Rahmat. Hurmatli deputatlar, qaror loyihasiga taqdim qo'shimcha fikr va mulohazalar jo'natgan holda qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar qo'l qo'yishdi. Rozilar, rahmat. Betaraflar yo'q, qarshilar yo'q. Qaror bir ovozda ma'qullandi. Rahmat. Kun tartibidagi 3-chi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Toshkent viloyati sud amonati aksioner jamiyati Yangichorra filiali tomonidan 2025 yil kuz qish mavsumida 2026 yil belgilangan dastur rejalar va hisobot abadiy shaxslarning to'lovlar hisobot bo'yicha so'z filial rahbari Marayim Davronbek Avazbekga. Marhamat. Assalomu alaykum deputatlar, sessiya ishtirokchilari, usulga qisqacha qilib Yangul Yangul shahrida 21 mahalla mavjud bo'lib, shundan 2291 xonadon bor. Ro'yxatdan o'tgan 87.580 aholi. Hozirgi kunda 100% hammasi ta'minlangan. Bu kishi bizani hududimizda ichki suv tarmoqlari 188 km bo'lib, ta'minlanligi 60.2 km. 78% suv bilan oqova suv bilan ta'minlangan. Buni 100% ta'minlagan sababi shu kuni ham chora-balo kelishganda deputatlar tushuntirib gaplashdik hammasini. Kurkuldek bo'yida tomonli kanalizatsiya yo'q. Chunki yordam o'tib o'tadigan joyimiz yo'q. O'shanisi faqat kelisi beryapmiz, bu narx qimmatli bo'lgani uchun ko'pchilik arkasiga bor. O'sha asosiy anaqamiz. Qarzdorlik bo'yicha 2024 yil 3.680 millionida 2 yil ichida mahalladan bilan birgalashib tashkil 1.795 million tushundik. Qaysi kimlarga yaqin mana shu imtiyozlar. Hozirgi kunda 2.111. Bu 3 oy ichida oshib ketib qoldi. O'ziga yarasha sababi chunki hozir ham biladi, shu chiqqan pakazaniyasidan tashqari o'zini 2 yildan 8 yilgacha ruxsatnomasi bor beriladigan. Ko'pchilik aholining xabari yo'q bundan. Boryapti, inspektorimiz ko'rib, uni buzilish hisobi, narushiya hisoblaydi, shtat qilib o'shani debityor bo'lyapti. Shu hisobga oshib ketib qoldi. 397 to'pshikli bo'lgan bo'lsa 123 millionni faqat shu narushiya orqali kelgan narsalar. Aholi bo'yicha mufriylik kesimida eng katta qarzdorlik Qo'shtepa mufriylik 173 million. Ishlar shaharchasi 120 million, Mustaqillik 134, Navro'zda 135, Ramazonda 140. Shunga o'xshagan bu kishi 2.110. Hozir shu paytdan foydalanishni so'ramoqchi edim. O'zi menda 11 ta inspektor bo'lish kerak ishxonamda. Sistema bizda oylik emas, oylik 1.113 ming. Lekin KPI sistemasi bor. O'zini debitoriga qarab, aholiga qarab, narxini topishga qarab, o'zining KPI oshadi 8.5-9 milliongacha qo'yapti, ishlagan. Qolgan ishlanmasdan ketib qolibdi, hozir 4 ta odam qolganda, o'shani hisobiga boshladi. Ishga olish monollab shuni hisobiga. KPI oldin 3.5 million oylik bo'lardi. Mahallalar yurgani uchun, qarashgani uchun 5% dan tushirgan pulni beramiz degan. Bu bo'yicha ham ishlarimiz qolib ketib qoldi. 25-yilda qabul qilingandan bizda kanalizatsiyadan yangi oqova stansiyamiz qurildi bizlarni.
Byudjet Kamol vazirligi orqali 132 milliardlik hozirgi kunda sinov ishlari ketyapti. Bu 44.9 bo'yicha prezident qarorini 44.9 bo'yicha. Ichimlik suv bo'yicha Jahon bankining 10 million dollar pul ajratilgan, ikki bosqichda bo'lingan bu. Bitta bosqichda birinchisida Niyozbosh hududida Imindan yangi yo'lda joylashgan Fayzabad Olmosga berilgan o'tgan tenderlar rezervuar qo'yilgan, nasoslar qo'yilgan и общий 10 kilometr suv Niyozbosh hududidan Niyozboshga tortib kelingan. Toza ichimlik suvi yengilligida. Ikkinchi bosqichimizda faqat Olmos bilan Fayzabad qoldi. 24 kilometr chiqarilgan bo'lgan. Bu 25-yilda qilingan narsa. 3 kun so'rag'andan gaplashib oldik biz. To'g'ri fikr berdilar. Hozirgi 26-yilda bizga lazzat bilan Sabo ichimlik suvi berganlik, hozir Ramazon berilgan. O'shisi boshqa joy berganmiz. Lazzat bu oqara suv berganmiz, suv berilyapti. Ramazon berilyapti, Sabo oqaydi. Shashar ichimlik tarmog'i, Qonishlikda 16 ichimlik suv и bog'lar ichimlik suvi konstruksiyalar. Ichida oqasi bilan birga. Kuz qishiga keladigan bo'lsak, 26-yil xohlasa tinch o'tdi, chunki qilingan belgilangan reja bo'yicha ham ishni qilganmiz. O'zimiz tasdiqlangan ma'muriy dasturlarimiz bor. Ichida 708 kilometr joriy ta'minlash, 107 kilometr mukammal ta'minlash, nasoslar, texnika bazasini hisoblash qilmaslik. Bu bo'yicha muammo bo'lgan yo'q. Hozir bu ham xuddi shu sifra berilgan bizga, biz ham kuz qishi ichgan bo'lamiz. Qisqacha ma'lumotni uchun savol bo'lsa tayyor. Rahmat, hurmatli deputatlar, bilasak, katta og'irlik muammomiz shu ta'minotda kimdan savollar bor? Endi doimiy komissiyada qatnashganlar bor, qatnashmaganlar bor. Roshnik ham o'zi boshchilik deb o'tishgan. Lekin qolgan deputatlardan savol bo'lishi kerak, mahalladagi suv ta'minoti. Assalomu alaykum. Manda savol bo'lyapti, o'sha nima Jahon bankdan pul ajratilyapti, o'sha nimalar turbalar yengillanyapti. Yengillab bo'lgandan keyin bu yerda xullas oxirgi ish bitmayapti. Qanaqasi bitmayapti, o'sha turbalar o'tkazilyapti. Keyin ustidan yangi asfalt solinyapti. Yangi asfalt solingandan keyin o'sha turbalar oqyapti. Oqqandan keyin u yana asfalt xullas ish bo'lmayapti shunday. Aljerga hisoblayishga javob bersam, Jahon bankida ikki bosqichga bo'lingan ikkinchi paketga tupla sotilgan, yuto'rgan tupla, masalan, Fayzabad Olmosi ichida asosiy internet takliflar turlarimiz ham bor. Lekin bularning bir yil garantiyasi bor. Bizda 95% pul tutilgan, pul tugatgani bilan 5% turadi. Masalan, Abdusuka pullarini boshlanganda bir yil ichida agar cho'ksa, o'zlari qildiradi. Hokimiyat boshqa. Chunki buni zakazchiga hokimiyat hisoblanadi. Bizda gapirib ishlamagan investitsiya vazirligi orqali 2019-yilda berilgan dastur. Bu GRK bilan birga Alisher Karimov hokimiyat ishlayapti. Hozirgi mana gapirishimiz ko'pchilik bo'lgan bo'lsa hozir bu ham Jahon banki qilish kerak. Imminni bizda tenderda yutgan tashkilot yutyapti. GRK. O'sha tashkilotga aytmoqchi bo'lganim, men shunaqa nima qilish kerakki, uni 100% topshirsin yoki asfalt solgandan keyin o'sha asfaltga ham javob bersin. Bu shunaqa bo'ladi. Javob bermayapti-da. To'g'ri. Yaqinda asfalt solindi, mana Fayzabad mahallada. O'zi unga necha yildan beri odamlar berishgan o'sha asfalt bo'lsin. Endi bu yoqda ras suv bitta joydan emas, ikkita joydan ochilgandan keyin u yoqda ekskavator kelgandan keyin ekskavator farqi yo'q qanday ochib tashlaydi. Ularda belgilar yo'q, ular kesib, belgini kesganda akkuratni kesib qilishmayapti. Kamchiliklarimiz bor edi, to'g'ri. O'shani ularni bo'yniga ilish kerak-da, u Jahon bank u har bir pul ajratib beradi. Bu bo'yicha Aljerga har bitta kelib chiqqan nosozlik bo'yicha akt qilinadi bizda. Bu yig'iladi. Bir yildan keyin men aytganlarda, birinchi agar hamma tinch bo'lsa, yaxshi bo'lsa, hokimiyat qolgan 5% beradi. Agar o'tkazilmasa, biz beramiz. Mana hokimiyat berdik, voy pul berganmiz, ko'rsatib beriladi. O'shani kamchilik bartaraf qilingandan keyin qolgan summasi o'tadi. Yo'q, birinchilikda absolyutno bilinmaydi nima bo'lishini.
Chunki 19-20-yili asosiy Samarqand ko'chamizni qilganimizda Oltin Vodiy degan firma topgan edi. Mana yaqinda ham chiqyapti. Oltin Vodiy chiqyapti. Mana 6 yil ichida yana bitta bo'ldi. Ular bilan endi qanaqadir bir shartnoma qilish kerak edi. Shartnomani misol ular bilan qiladigan bo'lsak, o'sha vodoprovodmi, o'sha kanalizatsiya bir eng summa pulni o'tkazish kerak. Misol, mayli buni sizda ishlayman degan taqdirda 10%mi, 15%mi o'sha yil mobaynida uramiz ish kerak yoki 2 yil mobaynidan o'sha o'zinglar bilasiz, qachon yoriladi, nima bo'ladi, o'sha turib bergandan keyin как OTKdan o'tgandan ko'ra o'shanda 100% oplata qilib yuborilgan. Shunaqa o'ylaymanda hozir u olmayapti, qilayotgan ishlar bor. Buni bizga ham qarlamas u odam qiynab o'chirib qo'yib yuborib joyda borish. Mana shunday. O'zilar ta'sir O'tadi. Yo'q, bundan o'sha Alisher aka bilan uchrashishni aytibdi. Alisher aka borganda, oldin borganda bizdan bu bo'yicha takliflar berilgan, hisoblab chiqqan 370 metr litr turdi. Hozir bu yerda 100 ta turibdi. Oldingi istak paytda qolgan domlarda ular ham o'sha shifrkalikmi, qurilish anaqasi bor o'zi. Normasi bor. Bu paytda kanalizatsiyada qo'pol gapirganda ruxsat berishingiz parkez bo'lmagan, bakrishlik bo'lmagan bu paytda 100 ta litr bo'lib berilgan. Hozir 200 ta qo'ysak ham tiqilib qolyapti. O'shanga 800 litr berganmiz. 370 metr. Agar o'shani gazet pulida berib qo'ysa, almashtirib oladi. Ba'zi 15, 16, 19 bundan bor. Assalomu alaykum. 8-chi vazir saylovi bo'lgan. Suvni masalan elektrosifdan agar svet o'chirilgan bo'lsa, soati bilan ogohlantirish beriladi. Endi nima gaz ham xuddi shunday, faqat odatda doimiy komissiya yig'ilishida ham shuni muhokamasi bo'ldi. Shu bir kvartalda 11 marta o'chirildi. Bu narsa svet bilan bog'liq deb tushuncha berdi. Lekin ko'pincha ertalab tursa ham masalan ishga ketadigan odamni suv ichib qoladi. Shuni birorta dispetcher o'tirib oldindan ogohlantirish nima qilish ilojisi bormi shuni? Sababini, nimasini bilmayman. Oldindan 50% bo'lishi mumkin. O'chadi deyishim. O'chgandan keyin berishadi. O'chgandan keyin ham mahallaga masalan kiraman, mahallada ma'lumot berilmaydi. Nima sababdan? Yo'q, o'zi men faqat svet bilan bog'liqligi umumiy elektrosifda birgalikda. Avariya hisobida bo'ladigan bo'lsa, uni vazir shug'ullanadi. Agar mana shuni bo'ylab ko'rdim, o'zimiz mulkamiz bor. Shu ta'minot mulkamiz bor. Raislar ham bor, mahalla raislari shu vaqtda bilib turadi. O'sha yoziladi, svet o'chdi. Даже uni oldin yozishadi. Test yozishdan oldin dispetcher yozadi. O'shaga ruxsat bersanglar, qanchalarini o'ylayman, olib qo'shib qo'yishadi. Yo'q, qishda agrenchida bo'ladi. Qishda bo'ladi. Ben qo'limda hech narsa kelmaydi. Lekin o'zlariga yarasha avariyasi bor. Yaqinda ham 3 kun ishda yashadik. Chekish markaz orqali suv berildi. Davlatdan kam o'tdi. Lekin soatlarni zo'r yoqtirdi. Bu ham o'ziga yarasha harakat tizimi bor ekan. Bilmasin deydi, respublika bilmasin o'chkazisi deydi. Bundan protokol olishimiz kerak, yoqish kunimiz ishga boradi. O'ziga yarasha anaqasi bor. Lekin ben to'kanmanda suv ta'minot qilamiz o'zimizda avariyalar bor. O'shda suv yoziladi. Dispetcher reys yoziladi. Sekund yoziladi. Chaqqa agar suv bersa, sizlar qo'shib qo'ysangiz, suv o'tkazadi. Sizlardan so'raganda to'g'ri mana halamni shu paytda bo'lgan shunaqa o'chgan bo'ladi. Uni grupga qo'shib qo'yaman. So'ng sizlar boshqa shoirlar nomerni olaman. Eng zo'r agar bilgan bo'lsanglar, asfalt zo'r nimalar bo'ldi, jo'naladi. Endi hozir qaysi vaqtga tuproq tashmoqda, mana shunday qilib. Endi ko'rsangiz, bitta qumoshni ham olasiz. Shu qayta yaxshi qilinmagan bo'lsa, suv bor ekan. Shu yerdan shu ustida, o'rniga hozir ko'rsangiz, shu yo'nalishda bir 8 ta joyda. Ben bunu
o'zman ko'rdim to'g'ri gap. Shu to'g'richi cho'kka joylar ko'p narsa. Hozir to'g'richi emas, hozir mozor oldi, qo'lni bitta mashina qilargan ekan, Immunitet kalorisi oldi ekanda. Nima sababdan aytaylik, o'sha paytda asfalt qotganimizda nasıl mas'ullik suvchilarga o'sha yangi tushayotganlarga tezroq sal bir oy oldin chetga kalorisini to'g'ri qilinglar, men o'zim rasm yugurdim. Ayni o'sha asfalt qilingan mahallamizda 3 kun burun kelib tez kalorisi qo'yib, ustini ko'mib ketishdi. Biz endi iloji yo'q, asfalt ketib turibdi, yopib ketaverdi. Endi keyin o'sha joyda, keyin ham 16 gektarga bo'lganimizda katta yangi transport qilinayotgan. O'shani olgan kalorisini shu xuddi shuni olganmiz. Hozir shu payt oldi o'sha ana transportni bilan bo'lsangiz kengashtiradi. Men rasmlar bilan tayyorlash yo'q. Bollarga boya ertalab bayram chiqamiz hammasi. Endi hozir men bu savol bergan sababi 1 yil mobaynida tuzatishadi degan aniq beradi degan bu qancha turadi? Hozir akbat qilinadi, joy ko'pkancha qilib ko'rib turib, hozircha endi shahargacha boshqa iloji yo'q. Shu bitta kelganda birato'lasi 4-5 joy kelgan yaxshida. O'sha gaplashdik boshqa. Yana kimga savol bo'lsa, menda o'zimni qo'shimcha savollar bor edi. Birinchisi suv sifati degan narsa borda. Har necha kunda laboratoriya tahlilotdan sezib olamiz. Qattiq tushmadi, sezib oladi. Qaysi nashavkada, kanechkada? Yo'q. O'zi yana bir razzaborimizda, bu bor razzaborimizda suv beradigan o'zini mana shu disklarish bor. Bu razzaning anaqasini olib, sifatini olib, bizni markaziy laboratoriyaga beradi. Yani bizim markaziy laboratoriya 3 marta sertifikat chiqadi, kuniga o'zi olib tekshiradi. O'zimizni markaziy Toshkent viloyatida 2 ta bor. Bittasi bizda. Tekshiradigan akkreditatsiyadan o'tgan shu tekshiradi. So'rayotganligim sizlarga qanaqa xulosa bermaydi, bizda boradi, podakortda suv sifatiga javob bermaydigan siz xulosa beribdi. Chunki nashavkadan, kanechkadan o'zim oladigan joy bor, boshqa xonada to'g'ri emas, lekin bizda siz olgani o'tmaydi. Bizdan bilib olish kerak. Yo'q, o'shani aytmoqchi bo'lgan gapim bitildi. Endi ikkinchisi. Mana sertifikatlash degan narsa bor, hisob qilishlarga tushirib. Aholi bilmaslikdan sun'iy qarzlarga kelib chiqyapti degan masala bo'ldi. Mahallada qarzdorlik. Uni fuqaro ogohlantirish vakolati sizlardanmi? Kimda? Yo'q, masalan bizda kompyuterda burilgandan keyin kompyuter sistemamizda masalan Toshkentdagi 2022 tugaydi. 26 tugaydi. O'sha abonentga beriladi. Qanaqa beriladi? Mana inspektorga o'zi 2002dan 2002gacha. Uni isboti bormi? Shular o'zi qo'l qo'yib tarqatganmi? O'zi aqlboqga qanaqa mexanizmni so'ramoqchimanda, u berdim deyishim, u yetib bormagan bo'lishi. Sizga javob beryapti. Tushuntiraman. Belgili sistemimizga yoziladi. Falonchi ishmatiki 26-yil keyin olingan sertifikat to'playdi. Avtomatik agar shu inson kelib o'zining sertifikatini boshqa ilgilanmasa, o'tkazmasa, avtomatik bilishini hisoblab tashlaydi. Odam soni hisoblaydi. O'sha amalga emas. O'shaning uchun abonentni man odam yetishini qilayotganim shuni hisoblaydi. Bor qilib, uyga borib, bizaniki yetib keldi. Tugmasini buzib, pul arizasi beradi. Bundan abonentni anaqa inspektor o'zi berish kerak. Bo'lmasa o'zi ustida shtat qiladi. Akt uzatib, u borib, yedinchisiga boshqadan ko'rsatma to'g'risida javob qo'yadi. Keyin yana borib bizga akt yozadi, yana ariza beradi. Biz borib, nomerlarni to'g'rilab qo'yamiz. To'g'ri. Bu narsani siz bilan biz yuridik tashkilot rahbar bo'lib ishlayotganlar bilan oddiy fuqarodan tushunadigan bo'lsak, bu sertifikatlash muddat sanasi qaror uyida xabarnoma boryaptimi yo'q? Chunki men murojaat bo'lyapti-da davron aka. Menga hech kim aytmadi bu. To'g'ri qo'ygan 300 bo'layotgan yoki egasi almashgan mulkdor shu yetib bormasa, hozir sizda ham sun'iy qarzdorlik, ertaga buni undirish muammosi kelib chiqadi. Boshqa yo'q, o'shani boshlayapti deganim, balki shu narsani biz bir qanaqadir tizimga keltirib, har bitta mahalla raisiga ro'yxatinglar borib, abonent raqami manzili bilan falonchi sertifikati bunda tugaydi deb aholiga adashmasam bir kamida 2 oylik orqali qo'yish tizimini qilishimiz kerak edi. Bizda sun'iy qarzlarni kompyuterimizda buncha qarz, amalda buncha qarz emas. Chunki sertifikat muddati o'tgandan keyin uni bilaman, nima secheniy buriladi. Bu uchinchi odamni dodratib qo'yadi endi secheniy bo'lgandan keyin. Yo'q suvga ham uraveradi, bor suvga ham uraveradi. Endi mardagi bitta narsada bu shuchik odamning shaxsiy mulk hisoblanadi. To'g'ri, yo'q, uchutsizlarda lekin mana shu bizda. Shu uchuts haqida gaplarimizda nima deydi, qonunimizda javobgarlik ozod qilinadigan narsalar demoqchiman-da. Qarab turish
lekin shu sertifikatni bilyapman. Mani bir taklif mahalla raislari o'tiribdi. Kelinglar biz xalqimizni prezidentimiz roziligini degan shiorlar borda. O'sha xalqimizga, aholimizga ma'lumotni berib qo'yaylik. Qachon tugaydi bu unaqa qiyin ish emas. Mana elektron bazingiz bor. Qachon tugaydi bo'lsa ham shu tugagandan keyin qarab so'raylik deb qo'ysak ham. Hech bo'lmasa demoqchiman-da, falonchilarni qarab chiqinglar desa, mana mahalla kanalida juda ko'p odam muomalada endi. Ertaga Suriya siz ham qarzdorlik kelyapti, undirishingizga muammo keldi. Buni spisat qilish ham muammo, 8 marta akt yozish kerak, Suriya bo'lib qolyapti-da. Ishlarni chiqardik. Uchinchi masala. Mana qachon Yangiyo'lda svet o'yishdi, mana grafikini hozir taqdimotlari bor edi, Yangiyo'lda chizmasini ham tashladik. 2026-yil mana 3 oyida Yangiyo'lda necha marta niyatlashiniyasi suv o'chdi, necha marta gulbahorlik kattasi. Keyin buni ikki xil sababi bor. Birinchisi avariya holat. Ikkinchisi bor nima? Vodiy 1, vodiy 2 deysizlarmi, elektr liniyada ta'minotda uzilish bo'ldi-da. Bu biz o'tgan safar shu masalalarni ko'tarmoqchi edik, mana kerak bo'lsa viloyat kengashi chiqarmoqchimiz. Kelinglar quyosh paneli qo'yaylik o'sha yerga. Viloyatga chiqib turib, bu chunki bu masala hurmatli deputatlar, qo'rg'onlar bilinglar, Qodirxonovgacha chiqdi-da, senatda. Chiqyaptilar, harbiga bu nima qilasizlar, nima bu? Bahor, Yangiyo'lda suv bo'yicha shunaqa ishlar ko'payib ketib, bizga bilasizlar, chiqib kelguncha qanchalar o'tgan. Mana ochiqni aytaman, shundan keyin ham o'zgarish bo'lmayapti deb yaqinda yana aytmoqdalar-da. Shuning uchun bu yerda kelinglar shu taklif berib, mana taxminan 30 kilovattdir, 40 kilovattdir quyosh panelidan qo'yish masalasini bir nima qilindi demoqchiman-da. Shuni hozir sizniki bilaman, tuman liniyasida o'tiribsizlar-da. Qanaqa turib qilsa bo'ladi, hozirga nima deyish shu masalaga-da, mana reallikda. Ertaga qanday o'chib lekin to'g'ri aytasiz. Shu quyosh paneli akkumulyatorligidan qo'yiladigan bo'lsa agar, o'sha keyingi svet kelishigacha ishlab turadi. Bu o'zi manimcha sizlarni rejalarda ham bor edimi? 100 ming kilovat ketadi bizda markaga. 100 ming? Da. Bir oyga. Yo'q, u soatini hisoblayapti. Men просто hisoblatganim, ichimdagi elektriklar bo'lsa biladi, puskovый rejim bor. Bosganimizda kamida 20 ming kilovatda bo'lishi kerak. Buni hisoblab chiqqanmiz biz. Gazbar sektorida 5 gektar bilan turibdi, lekin agar sessiya shunday bo'lsa yaxshi bo'lardi. Tuman territoriyasi bo'lsa ulardan hali egar chiqmagan. O'rmon xo'jaligida o'tiribmiz, lekin hamma montaj o'rtada. Deputat bo'lib yopyapmiz, bu ham bizga sifatli tasdiqlar hammasini. Ularimiz keyingi safar uchun qo'yib beraylik. Buni qaytadan sistemaga tushuntiradi xabar. O'zim aytayotganim, puskovой rejim o'ziga bu bo'yicha prokatlar shug'ullanib tekshirdi. Faqat bizni kamaytirish uchun peshetda qo'ydik. Ichida to'p. O'shani qo'ydik, shuni hisobiga bizni 1 million kilovat yigiga yutyapmiz. Boshqa raqamimiz yo'q hozir. Bundan ko'rasa, mana 2 milliard 100 ming qarzimiz yotibdi ko'chada hozir aholida, lekin 867 mingni men savolni tubasidan chiqardim. Bu degani u pulga men 3 ta mahallalikni agar yig'olsa 3 ta mahallani bemalol bezlashtirib, bezlichi o'zini qilsam bo'ladi demoqchiman. O'ziga yarasha hammasini o'zi bor. Yo'q, shuning uchun siz to'g'ri puskovый moment qanaqa bo'ladi? Lekin elektr ikkinchi xil turgan borda, bittasi o'chganda yonadi, ikkinchisi bor. Bu yerdan o'sha 384 kilovatda quyosh paneli kulanadi, invertor ikki xil turi bor. Ayni elektrikni ketganlar. Shu agar svet o'chsa, quyosh panelidan olaveradi, o'chib yonmaydi. Puskovый momentga nagruska ham shart emas-da. Bu aytaman, o'sha invertorni qanaqa qo'yishga bog'liq. Bittasi doimiy to'pga ham oladi, quyosh paneli bu yoqqa ham beraveradi, bu yoqqa ham ketaveradi. Agar o'sha azizga to'g'ri fikr aytdilar, akkumulyatorning batareyali bo'lsa, svet o'chganda ham bu yoqdan ham berib turadi, bu yoqdan ham beraveradi. Hech bo'lmaganda o'chmaslik masalasi. Variantini ko'raymiz, masalalarni ko'taraman. Shu masalani bo'lmasa, agar ruxsat bersa, hurmatli deputatlar, shu ta'minot masalasini viloyat suv olgan so'rovnoma qilib kengashtirib olib chiqarishimiz kerakda shu masalada. Chunki bu Yangiyo'l shahar muammosi, viloyat muammosi, viloyat muammosi senatgacha chiqyapti endi. Bu yerda bilaman, sizga bog'liq bo'lmagan narsa, lekin nimadir qilishimiz kerak, bu yaxshilash uchun. Agar hammamiz indamay, bugun zo'r, ertaga zo'r bo'ladi, bu fikr nima deydi? Adashgan bo'ladi degan fikr. Rahmat.
Hurmatli deputatlar, Toshkent viloyati sud ta'minoti Yangiyo'l filiali rahbarining Fiction hisobotiga asosan tayinlangan kengash qaror loyihasi haqida agrar, qurilish, kommunal soha, ekologik sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Abdullayev Ravshan Valijonovga so'z beriladi. Yangiyo'l shahar hududida Toshkent viloyati suv ta'minoti AJ Yangiyo'l shahar filiali tomonidan 2025 yil kuz-qish mavsumining yakunlanishi 2026 yil uchun belgilangan dasturiy rejalar va hisobot abonent shaxslarning to'lovlari to'g'risida hisobotiga asosan tayyorlangan kengash qaror loyihasi haqida Yangiyo'l shahar kengashining agrar, qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasi. Yangiyo'l shahar hududida Toshkent viloyati suv ta'minoti AJ Yangiyo'l shahar filiali tomonidan 2025 yil kuz-qish mavsumining yakunlanishi 2026 yil uchun belgilangan dasturiy rejalar va hisobot abonent shaxslarning to'lovlari to'g'risida hisobotda 2026 yil 23 aprel kuni agrar, qurilish, kommunal sohalari, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining majlisi tinglanib, batafsil muhokama qilindi. Hamda doimiy komissiya a'zolari bilan birgalikda joyiga chiqib o'rgandi. Vodokanalga borib, joyiga chiqib, shu masalalarni hammasini o'rganib hisobotda Yangiyo'l shahar hududi Toshkent viloyati suv ta'minoti AJ Yangiyo'l shahar filiali tomonidan 2025 yil kuz-qish mavsumining yakunlanishi 2026 yil belgilangan dasturiy rejalar va hisobot abonent shaxslar to'lovlari to'g'risida hisobotni berishdi hammasi. Tinglangan hisobotdan kelib chiqib, sohaga oid muammolarni muhokama qilib, bartaraf etish bo'yicha taklif ishlab chiqildi. Belgilangan fikr, mulohaza va takliflarni inobatga olgan holda kengash qarori loyihasi ishlab chiqildi. Kengash kotibiyatida taqdim etildi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublika Oliy Majlisi Senati Kengashi 2025-28 yanvardagi QT 55 sonli qarori va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqildi. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Doimiy komissiya raisi Ravshan Abdullayev. Rahmat. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha fikr va mulohazalar inobatga olgan holda qaror loyihasi tasdiqlanishini deputat ovoz berishga rozilar. Rahmat. Betaraflar yo'q, qarshilar yo'q. Qaror bir ovozda ma'qullandi. Hurmatli deputat va sessiya yig'ilishi bo'yicha so'z navbatini yig'ilish kotibiga bersak, javob Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining 24-sessiyasi yakuni bo'yicha sessiya kotibining axboroti. Joriy yilning 28-aprel kuni bo'lib o'tgan 7-chaqirim xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining 24-sessiyasida jami 9 nafar deputatlardan 13 nafari ishtirok etdi, kvorum ta'minlandi. Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining 24-sessiyasi kengash raisi Kalonxonov Ma'rufjon Surajuddinov raislik qildi. Sessiyada shahar bo'limi boshliqlari, siyosiy partiya raislari, ommaviy axborot vositalari ishtirok etdi. Kun tartibiga qo'yilgan 3 ta masala bo'yicha hisobot beruvchi mansabdorlarga shaxsan o'zlari ishtirok etib, hisobotlarni berdilar. Kun tartibiga qo'yilgan masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihalari yuzasidan doimiy komissiya raislarining xulosalari tinglandi. Rahimov Shuhrat Sunnatovich 15-Mezon saylov okrugi deputati sessiya kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha so'zga chiqdilar. Kun tartibga qo'yilgan masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihalari yuzasidan doimiy komissiya raislarining xulosalari tinglandi. Rahimov Shuhrat Sunnatovich 15-Mezon saylov okrugi deputati sessiya kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha so'zga chiqdilar. Kun tartibga qo'yilgan masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihalari yuzasidan doimiy komissiya raislarining xulosalari tinglandi. Abdullayev Ravshan Valijonovich 18-Registon saylov okrugi deputati sessiya kun tartibidagi 3-masala bo'yicha so'zga chiqdilar. Olib borilgan muhokama va savol javoblardan so'ng kengashning barcha qaror loyihalari tasdiqlandi. Sessiya ishida uzunlik sabablariga ko'ra 6 nafar deputatlarimiz bular Ibragimov Sayyora Abduganiyevning Ekologiya partiyasidan sababsiz, Abduvaliyev Obidjon Mahmudjonovich O'zbek partiyasidan sababsiz, Raim Ravshan
Usakjanovich UZLIDEP partiyasidan sababli, Karimov Islomjon UZLIDEP partiyasidan sababli va Fozilova Ma'mura Ekologiya partiyasidan sababli va oxirgisi Ahmedova Dilafruz sababli sessiya kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqildi va bayonlashtirildi. Sessiya davomida reglament va tartib qoidalari buzilishiga kuzatilmadi. Sessiya kotibi Norbek Javonbek. Rahmat. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish yuzasidan takliflar bor. Takliflar bo'lmasa, shu bilan Xalq deputati Yangiyo'l shahar Kengashining 24-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Barchangizga sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat. Deputatlar